Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan juda ko'p uchraydigan, lekin ko'pincha oddiy shamollash bilan adashtiriladigan holat allergik rinit haqida batafsil gaplashamiz. Ko'pchilikda burun doim bitib yuradi. Tez-tez aksiradi. Burnidan suv oqadi. Ko'zlari qichishadi. Lekin shamollab qolganman deb yuraveradi. Aslida esa bu holat allergik rinit bo'lishi mumkin. Bugungi videoda biz allergik rinit nima? U nega paydo bo'ladi? Belgilari, shamollashdan farqi, qachon xavfli, kimlarda ko'p uchraydi? Allergik rinit bilan yashash haqida oddiy, tushunarli va batafsil tushuntirib beramiz. Allergik rinit nima? Allergik rinit bu burun shilliq qavatining allergenlarga javoban yalliglanishi bilan kechadigan holat. Oddiy qilib aytganda, organizm ayrim moddalarni dushman deb qabul qiladi. Immun tizim haddan tashqari reaksiya beradi. Burun ichida shish, qichishish va ajralmalar paydo bo'ladi. Allergik rinit yuqumli emas, lekin surunkali bo'lishi mumkin. Hayot sifatini jiddiy pasaytiradi. Allergenlar nima? Allergenlar organizmda allergik reaksiya chaqiradigan moddalar. Eng ko'p uchraydigan allergenlar: uy changi, gul changlari, hayvon juni, mogor zamburuklari, kuchli hidlar, ayrim kimyoviy moddalar. Har bir odamda allergenlar har xil bo'lishi mumkin. Allergik rinit qanday paydo bo'ladi? Jarayon quyidagicha kechadi. Allergen burun orqali kiradi. Immun tizim uni xavf deb qabul qiladi. Maxsus moddalar ajraladi. Burun shilliq qavati shishadi. Aksirish, suvli oqindi boshlanadi. Bu jarayon shamollashdan mutlaqo farq qiladi. Allergik rinitning asosiy belgilari. Allergik rinitda ko'p uchraydigan belgilar: tez-tez aksirish, burundan suvdek oqindi, burun bitishi, burun qichishi, ko'z qizarishi va qichishi, ko'zdan yosh oqishi, tomoq qichishi, hid bilish pasayishi, isitma va umumiy holsizlik odatda bo'lmaydi. Shamollash va allergik rinit farqi. Shamollash isitma bo'ladi. Tanada og'riq bo'ladi. 5-7 kunda o'tib ketadi. Allergik rinit isitma bo'lmaydi. Aksirish ko'p bo'ladi. Oylar davom etishi mumkin. Allergik rinit turlari. Bir mavsumiy allergik rinit. Bahor va yozda ko'proq. Gul changlari bilan bog'liq. 2 doimiy allergik rinit. Yil davomida davom etadi. Uy changi, hayvon juni sabab bo'ladi. Allergik rinit qachon xavfli bo'ladi? Allergik rinit ozi olimga olib kelmaydi, ammo uyqu buziladi. Doimiy ogizdan nafas olish paydo bo'ladi. Sinusit rivojlanishi mumkin. Bronxial astma xavfi oshadi. Ayniqsa bolalarda e'tibor juda muhim. Bolalarda allergik rinit. Bolalarda tez-tez burnini ishqalash, ogizdan nafas olish, kechasi xurrak otish, tez-tez shamollash, vaqtida aniqlanmasa yuz va jag rivojlanishiga ham ta'sir qilishi mumkin. Kattalarda allergik rinit. Kattalarda ish samaradorligi pasayadi. Doimiy charchoq bo'ladi. Diqqat susayadi. Bu yengil kasallik deb qaralmasligi kerak. Allergik rinitda nimalarga e'tibor berish kerak? Umumiy tavsiyalar. Allergenlarni aniqlashga harakat qilish. Changni kamaytirish. Xonani tez-tez shamollatish. Hayvonlar bilan aloqani cheklash. Toza havo. Har bir holat individual bo'ladi. Ovqatlanish va hayot tarzi. Sun'iy qo'shimchali ovqatlarni kamaytirish. Suvni yetarli ichish. Stressni kamaytirish. Uyquni me'yorga keltirish. Xulosa: allergik rinit oddiy shamollash emas. Yuqumli emas.
lekin e'tiborsizlikni kechirmaydi. To'g'ri tushuncha, to'g'ri hayot tarzi. Erta aniqlash asoratlarning oldini oladi. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Yaqinlaringiz bilan ulashing. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda yana muhim va foydali tibbiy mavzular bilan uchrashamiz.